Assalomu alaykum aziz obunachilar. Patkurish Samarqandda yangi proyekt oldi. Bu proyekt shahardan ozgina tashqari, Dabet tomonda, bu yer hovli, 4 ta xonani olganmiz. Yana sanuzellari bor. Hozir bitta ko'rsatib o'taman. Birinchi mana bu zal. Xudo xolasa bu yerni o'sha kecha boshlab yubordik. Padmayak rodban qilyapmiz. Devorlar atachenta bo'ladi, xudo xolasa ramka bo'ladi, patologlar yo oppoq yo jemchug. Hali noma'lum. Hozir endi bu yerlarni ham ko'rsatib o'taman bitta. Zaldan shunday bu tomonga kuxni bo'lyapti. Bu yer ham devorlarni o'sha shpatelda rodbanlarni o'tib bo'ldik. Bu yerni patologlari turadi. Patologlar shunday turadi. Bu yer spalni bo'lyapti. Spalni ham patologi turadi, xudo xolasa. U yerda sanuzel, bu yerda tualet. Xudo xolasa ularni ham kafellarni teramiz, bu yerga pol uramiz. Bu tomonlar hammasi shpaklovka aboy bo'ladi. Bitta zal atachenta bo'ladi. Xudo xolasa u tomonda yana bitta katta взрослый spalni bor, sanuzel, garderobni. Hozir uni ham ko'rsataman. Bu esa отдельный взрослый spalni, отдельно joylashgan. Bu yer ham xudo xolasa rodban bilan to'g'irlab shpaklovka aboy bo'ladi, patolog podkraska aboy и oppoq kraska bo'ladi. Bu yerda ichkarisiga garderobni joylashgan. Bu yer garderobni va u tomonda sanuzel joylashgan yana bitta. Xudo xolasa yana ish jarayonlarini qo'yib boramiz, o'zlaringiz baho berasizlar.